so'zlarini, g'iybatni, shu kuni bo'ladigan hamma bekorchi ishlarni bir chekkaga qo'yish kerak. Axir 365 kunni 364 kunini g'iybat bilan o'tkazdik-ku. Nahot shu bir kunini endi Alloh azza va jalla bizga bergan imkoniyat. Bu biz uchun-ku, o'zimiz uchun. Ana shuni qabul qilishligimiz, bir Allohni barakasi sifatida qabul qilishligimiz kerak. Shu nuqtai nazardan sizlarga men Qadr kechasida imkoni qadar foydalanib qolishinglarga chaqirib qolaman. Inshaalloh yana qaytarib aytamiz, Qadr kechasi oxirgi 10 kunlikka yashirilgan va juda ko'p alomatlari, ko'p ulamolarning ittifoqchiligi, katta buyuk sahobalarning ishoralariga qaraganda Ramazon oyini 26 dan 27 ga o'tar kechasi Laylatul Qadr ekanligiga ko'p hujjatlarni keltirganlar. Shuning uchun o'zi oxirgi 10 kunlikda yana ham e'tibor qilsak, mana shu